Onam uchun birinchi baggi avtomobilni yasaganman. Lekin uydagilar ishonishmagan. Suv hajmi 10 litrdan ko'proq olinadi, chunki radiator sovish sistemasi kattaroq qo'yilgan. Bu avtomobilimning nomi Predator ovchi. Harbiylarga joriy qilgan, ishlab chiqarganman. Sotib olaman degan odamlar ham bo'ldi, lekin buni hujjati yo'qda. Shu muammo bo'lyapti hozirgi kunda menda. Namangan viloyati Chust tumanidamiz. Shuhrat akaning xonadonida ular mana shunday sportkarni ixtiro qilibdilar. Mashina 3 tonna va buni to'liq materiali nejavikadan foydalanilgan. Asosiy materiallar mashinani dvigateli, ya'ni Sparkni motorini qo'yishgan ekan. Mashina ko'rib turganingizdek boshqacha, ya'ni O'zbekistonda bunaqa mashinalarni uchratishingiz kam. Biz Shuhrat akaning xonadonidan ajoyib reportaj tayyorladik. Ishlab chiqarishimga sabab bu avtomobilim bo'lmagan. Qanaqadir bir ehtiyoj sifatida avtomobil ko'p kerak bo'lgan. Shu. Onam uchun birinchi baggi avtomobilni yasaganman. Lekin uydagilar ishonishmagan. O'sha mashinani yo'lga qo'yib, olib chiqib, yurg'izib, keyin uydagilar ishonch hosil qilishgan. O'sha birinchi ishlab chiqargan avtomobilim bu baggi bo'lgan. Sport mashinasi, tog'li hududlarda harakatlanadigan baggi rusumli sport mashinasi bo'lgan. U sport mashinasi shunaqangi ommalashdi. Xalq ichida ham vazirlik, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ham yuqori baholashdi. 4 ballonli mototsikl ixtiro qildim. Undan keyin harbiylarga joriy qilib, Predator nomli Jeep prototipini ixtiro qildim. Albatta bu prototip juda mukammal bo'lmasa ham, prototip o'shandan nusxa olib turib, ilk zamonda yaratilgan avtomobillardan ancha qulaylikka ega avtomobil yaratdim. Oxirgi avtomobilim mana shu sport mashinasi bo'ldi. Tarixiga kelsak, bu avtomobilimiz 70% nerjavikadan yasalgan bo'lib, suvlarda chirimaydi mashinamiz. Mashinamizning og'irligi yechakam 3 tonna. Bu mashinamizning og'irligini hisobga olib, biz bunga kuchni ko'paytirib, tezlikni kamaytirish anaqalarni motorda ishlab o'rnatganmiz. Og'irligi og'ir deyish mumkin, lekin bu avtomobilimiz inson xavfsizligiga to'la-to'kis javob beradi. Har tomonlama. Chunki bu texnikada inson xavfsizligi birinchi o'rinda baholangan. Shu avtomobilimni ishlab chiqardim. Oddiy sport mashinasi. Buni ham onam uchun yasaganman, asosan. Shu onam bilan aylantirib yurish uchun. Avtomobilimning oldi qismi bu. Bu yerda yuk, sumka, shunaqa jihozlar bilan jihozlaganman. Tormoz sistemasiga kelsak, elektronni Lasetti vakuumini o'rnatganman. Avtomobil ichki jihozlari, foydalangan jihozim o'sha Spark rusumli avtomobilidan, o'sha rol qismi bilan tablosidan foydalandim. Torpeda jihoziga kelsak, hammasi qo'l mehnati asosida yaratilgan, ixtiro qilingan. Ichida issiqlik sistemasi, sovutish sistemasi hammasi mujassam. Hattoki avtomobilimizning ichi atrofi kameralar bilan jihozlangan, kameralar bilan. Suv hajmi 10 litrdan ko'proq olinadi, chunki radiator sovish sistemasi kattaroq qo'yilgan. Mashinamizning uzunligi hisobiga olingan holatda oldiga borib pechkaga qaytib kelishi trubkalar hisobiga suvimiz 10 litrdan ko'proq olinadi. Avtomat korobka, o'zining korobkasi, yana qo'shimcha yana bitta reduktor qo'yganmiz, chunki avtomobilimiz og'ir, avtomobilimiz ramali, qalinligi 5 lik profildan bo'lgan, qalinligi krilolar hammasi yonlari to'liq nerjavika asosida ishlab chiqarilgan. Listimizning qalinligi 2 lik list. Chunki hozirgi kunda bu qalin listdan ishlab chiqarganimiz sababi bu avtomobilni bu birinchi prototip ishlab chiqarishga joriy qilingan bu avtomobil. Birinchi ishlab chiqarilgan ilk avtomobil ishlab chiqarilgan avtomobildan ancha bu yuqori
darajada ishlab chiqarilgan. Mana shu mashinalarni yasayapsiz. Buni sotish, bunga bir patent olish niyatingiz ham bormi? Buni sotish, patent olish, ishlab chiqarishga niyatim bor. Hozirgi kunda davlatimiz rahbari ishlab chiqaringlar, yoshlarga keng imkoniyat berishlariga qaramasdan, rahmat. Shunaqangi avtomobillar ishlab chiqarishga bizga ruxsat berishdi, ixtirochilarga. Endi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan bir qanaqadir bir qo'llab-quvvatlab, ko'chalarda yurishga, bir anaqa qilishga bir ruxsatnoma qilib bersa, bundan ham yaxshi avtomobillarni yasab chiqishga planlarim bor, loyihalarim bor hozirgi kunda. Sotib olaman degan odamlar ham bo'ldi, lekin buni hujjati yo'qda. Shu muammo bo'lyapti hozirgi kunda menda. Umumiy sizga avtomobilga tayyor bo'lishingizgacha qanchaga tushdi? Umumiy shu avtomobilni tayyor bo'lishi 2 yil umrim ketdi. 2 yil buni ichida o'ylanishlar, izlanishlar, juda katta mashaqqatlari bor. Bu oddiy anaqa ish emas, bu juda qiyin, murakkab ish. Bu temirni 4 ta balon qo'yib yurg'izib ko'chaga olib chiqib turib, inson xavfsizligini oldin olgan holatda yasab chiqish bu juda murakkab ish. Mana shu mashinamizga hozirgi kunda $15,000 ko'proq mablag' sarf qilindi. Chunki buni har bitta detalini bittalab sotib olganman bozordan. Material xomashiyasi ham bu nerj material juda qimmat turadi. Bu avtomobilimning nomi Predator ovchi. Harbiylarga joriy qilgan, ishlab chiqarganman. Asosan bu avtomobilning salon qismi Lacetti koreyskiy varianti, sidenalar Cobalt, materiali plastmassa usti. Chunki plastmassa qilishimdan aniq afzallik jihati bu prototip, ishlab chiqarishga joriy qilingan avtomobil. Hali buni juda harbiylarga to'liq mukammal holatda iqtidorimdan kelib chiqib sarflangan mablag'ga qarab turib ishlab chiqarilgan bu. Hozir o'zimiz avtomobillar, GM avtomobillari bilan buni farqi qanaqa? GM avtomobillar bilan buni farqi yer bilan osmonchalik. Bu qo'l mehnati, bu albatta Yevropalarda qo'l mehnati nihoyatda qadrlanadi. Buni har bitta detalini o'sha payvandlash paytida ko'zdan o'tkazib, bu robot qilmagan, inson qilganda, inson qo'l mehnati qilingan. Har bir detalini to'la to'kis qo'yilgan. Talant bor, ixtiro bor, lekin ko'mak yo'q. Yasab ixtiro qilingan mashinaning barcha afzalliklarini ko'rdingiz. Uncha-muncha mashinalardan ustunroq. Shuhrat aka 2 yil mana shu mashinani to'liq tayyor qilishga sarfladi. Uni ko'cha-ko'yda minib yurishni iloji bo'lmasa, bu oddiy temirga aylanadi xolos. Xitoyda uchar mashinalar ixtiro qilinayotgan bir paytda o'zimizda ixtirochiga bo'lgan e'tiborni ko'rib achinadi kishi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Shuhrat akaga amaliy yordam ko'rsatadi degan umiddamiz. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.